2026 год, 15 апреля у ребенка 14 лет. Они лечились долго в России, и в России они получали уколы, которые ухудшают состояние ребенка. Ну, у них, они думали, что у него ДЦП, и даже оперировались. Но что жалобы были в том, что пятки он не мог коснуться. Но сейчас они не хотят, что показывается на видеороликах. Endi o'zbekcham gapiraman, чуть-чуть расскажу по-o'zbekcha тоже. 2026 yil 14 aprel bemorimiz gidrosefaliya bilan ayasi aytyaptiki, Rossiyada davolatganmiz, u yoq bu yoqda davolatganmiz, birorta doktor gidrosefaliya demagan. Buni deb bizga tuhmat qilmang. Dedi, mana ko'rsatib beryapman. Endi men o'zidan eshitaylik. Nima bo'lgan? Qayerda davolatdingiz? Biz Yekaterinburgda davolatganmiz. Xo'p. O'sha 2-3 yoshdan boshlab davolatishni boshlaganmiz. Birortasi ham aytmadi. Gidrosefaliya bunisi Hop, deyilmagan. yüz tushmaydi, prosta o'tirganingiz tushadi. Uni ko'rinmayaptimi? Yozib o'ring. Ko'ringaningizda gapiring. Yo'q, asha bunaqa deyilmagan. Mana shu qog'ozdagi ukollarni, Olgansizlar. dorilarni olib, lecheniya olib, 1 yilda 2 martadan lecheniya olinadi Rossiyada. Shu DCP deb endi sizlarni eshitib keldik. Shu Rossiyadan ayasi jo'natdi, men olib keldim. Ayasiga rahmat. Поэтому вот недавно у нас был тоже такой случай. Они лечились в Москве. Москвичи. Мы сказали другой диагноз. Они спорили. Потом оказалось, что мы были правы, да. И в итоге они получили наше лечение. Очень хороший эффект получили. Agar гидросефалия bo'lsa, если гидросефалия, если не лечить мозг, все равно ничего не получится. Ноги будет так же у него стоять. У тебя ничего не получится. Oyog'ini ko'rsatchi, yurberchi. Yurber, покажи, давай, ходи. Вот она после операции, но все равно отстает одна нога. Silkinib bosyapti, bitta oyog'i silkinib bosyapti. Xo'p, tushmayapsan, tushyapti, tushmayapti. Ходит после операции, до операции она вообще хуже. Хуже ходила, ходила. да. Вообще, давайте вот такой вопрос. Операция помогает, не помогает? Помогает для стройности ноги, чтобы нога была красивее. Oyoq chiroyli bo'lishiga yordam beradi. Но убирает частичную силу. Ya'ni quvvatini olib qo'yadi. Oyoqqa quvvat kamroq bo'ladi. Shuning uchun bu yerda boshini davolatsangiz, o'zi oyog'i qo'yib yuboradi. Tushundingiz? Birinchi kelishinglar. Xo'p, nima savollaringiz bor menga? Какие у вас вопросы есть? Sening savoling bormi? Bo'ldi. Yo, menda ham shu lechenialarini yozib bersanglar, qilamizmi yo o'zinglar qilasizlarmi? Biz qilamiz-da. Xo'p, дай bobam vыздоровление. Alloh ko'rganlar duo qilib qo'yinglar. 14 yashar qiz, chiroyli, aqlli, donishmand, lekin mana gidrosefaliya bilan 14 yilgacha bilmagan. Hozir bitta bemorimiz bor, uylangandan keyin bilgan, ko'zi ko'rmay qolyapti. Lekin davolab sal o'nglab turibmiz. To'g'rimi? Endi yurib qoldi. 3-kelishida. Endi kelin ham siqilib qolar ekanda. Shuning uchun shunaqa bo'lgan. Xullas, sizlarni ham yaxshi qilib olamiz, ko'rsinmi? Kelishdik. Rasmga tushdimi, tushmadimi? Chut-chut emas, mayli tushyapti. Birov tanimaydi, o'ziga ham